Avitsina nomi bilan tanilgan alloma Ibn Sino tomonidan qo'zichoqlar ustida amalga oshirilgan mashhur bir tajriba bor. U ikki qo'zichoqni olib qafasga joylaydi. Qo'zichoqlardan biri shunday joylashtiriladi-ki, doim bo'rini ko'rib turadi. Boshqasi esa bo'rini ko'rmasdan yashardi. Qolgan barcha sharoit bir xil edi. Ikkala qo'zichoq ham bir turdagi, bir xil uzunlikda, bir xil og'irlikda edi. Ikkalasi ham bir xil narsa yerdi. Oylar o'tib Ibn Sino hayratlanarli xulosaga keldi. Bo'riga yuzma-yuz yashayotgan qo'zi ruhiy zo'riqish, qo'rquv va qiyinchilikdan vafot etdi. Lekin bir xil narsa iste'mol qilayotgan, bir xil sharoitda yashayotgan, ammo bo'rini ko'rmay yashayotgan ikkinchi qo'zichoq baxtli va osuda yashayotgan edi. U hatto ozroq semirgandi ham. Bu tajriba orqali Ibn Sino biz boshdan o'tkazayotgan ruhiy muammolar tanamizga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganmoqchi bo'lgan. Tajribaning natijasi nima ekan? Bizning keraksiz qo'rquvlarimiz, asossiz xavotirlarimiz, stress, shularning barchasi tanamiz va sog'lig'imizga katta zarar beradi. Boshqacha aytganda, agar ichimizda kechayotgan stressni boshqara olmas ekanmiz, buning natijasida biz o'z umrimizni qisqartiramiz.